Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bizni YouTube platformamizda kuzatuvchilar, hammalarga Andijondan kechki salom. Akalar, mashinalarimiz xo'p, nalichida sotuvda tayyor. Chetavurlardan rosa assortimentlarimiz ko'paydi. Ko'rib tanlasanglar, xudo xolisa yo'lida qilib berib yuboramiz. Marhamat. Ko'rishinglar mumkin. Jetavr X70, X90'larimiz bor. Mana Malibu 1 bor. Malibu 1da avtomat korobkasidan minaman deganlar. Mana marhamat. Mana Jetavrda 2022-yildan 24-yilgacha bor. X70'ni, X90'ı bor. 2023-yil mana. Ko'ringlar, kraskalari top-toza X90'ı bunisi. Bu ham ko'p yurmagan. Mana 90 ming prebek. Mana shu en full. Farok. To'rtta yumshoq baloni bor. Mana Mercedes W220. Cherry'imiz bor. Mana 2022-yil Cherry 8 Pro. Mana 65 ming yurgan. 20.500 olur. Mana bu nol probeli Jetavr'imiz bu. Cherry BYD Son Pro. Marhamat. Ko'ringlar, 3-pozitsiyasi en fulli. Buni 19 ming dollarga beramiz. Xo'p, kelinglar, ko'ringlar, Kia K5'larimiz ham bor. Mashinalarimiz sotuvda. Xudo xolasa narxlarini yo'lida qilib beramiz. Marhamat, ko'rishinglar mumkin. Xo'p, bu mashinalarimizni tanlab aytsanglar, yana telefonda, Telegramda, WhatsAppda, Imo'da videolarga olib tashlab berishadi, tushunmagan gaplar. Xo'p, mana bu tarafda yana mashinalarimiz turibdi. Mana BYD. Xo'p, Mercedes Zachi, Malibu 1'lar. Ko'ringlar. Xudo xolasa ertaga yana polniy batafsil obzorini chiqaramiz. Bizdan uzoqlashmanglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Yangilik zo'rlari hali oldinda. Marhamat. Captiva'lar, mana Epica, Gentra, Mega Avto 70 xizmatinglarda. Ko'rganda ko'rishguncha. Rahmat, e'tibor uchun salomat bo'linglar.